21-may kuni Navoiy viloyatining 3 ta tumaniga kuchli sel keldi. 4 ta qishloq aholisi evakuatsiya qilindi. Mashinalar oqib ketdi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 13:45 dan 15:40 ga qadar Navoiy viloyatining Xatirchi, Karmana va Nurota tumanlarining tog'li va tog' oldi hududlarida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik natijasida sel suv oqimlari yuzaga kelgan. Xususan, Xatirchi tumanida avtomobil yo'lining bir qismi xarsang toshlar bilan to'silib qolishi oqibatida 4 ta Nexia 1, Cobalt, Nexia 3 va UAZ 469 rusumli avtomobillar va bir nechta uy-joylar sel oqimlaridan zarar ko'rgan. Aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida Angidon, Langar, Kattasoy va Maydon soylari yaqinida yashovchi fuqarolar vaqtincha xavfsiz hududga ko'chirilgan. Karmana tumanida sel suvlari 7 ta aholi xonadonining tomorqa maydoni va qo'shimcha qurilmalarga kirgan. Nurota tumanining ayrim hududlarida ham sel oqimlari qayd etilgan. Sel suvlari sel yo'llaridan zararsiz oqib o'tgan. Vaziyat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida jami 37 ta maxsus texnika va 173 nafar shaxsiy tarkib jalb etilgan. O'rganishlar natijasiga ko'ra, aholi xonadonlari, ijtimoiy infratuzilma obyektlari va kommunikatsiya tarmoqlariga jiddiy zarar yetmagan. Tan jarohat olgan fuqarolar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda Navoiy viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda boshqa tegishli xizmatlar tomonidan tezkor choralar ko'rilib, vaziyat oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Ko'pir keta, xoda tiraldida. Ha? Ko'pir keta. Ammo to'qlar bor, qochinglar, qochinglar, qoch. Mana qoch, mana. Mana bugun Chuya qishlog'ida katta sel kelib, ko'priklarni ham buzib ketdi.